Kremsiz shirinliklar doim trendda. Bu kompot bilan bu rulet ayni bir to'lqinda. Mayinlik darajasida esa bir-biriga juda ham uyg'un. Sizni ishontirib aytamanki, bu videoni oxirigacha ko'rishga majbur bo'lasiz. Ramazon oyida esa saharlik va iftorlikka xush yoquvchi ta'm. Retsept daftaringizga yozib qo'yishingiz shart. Olmalarni po'stidan tozalab, qirg'ichni katta tishidan o'tkazib olamiz. O'rta olovda 100 gram shakar bilan yetiltirib pishirib olamiz. Buning ifori xonadoningizga taralganda siz tezroq natijani ko'rishga oshiqasiz. Olmalarni po'stini kastrulkaga solamiz, yaxshilab yuvamiz. Bir dona dolchini solib, to'lgunicha suv quyamiz. 10 daqiqa qaynatsa yetarli. Shakarni esa me'yorida qo'shamiz. Endi 4 dona tuxumdan klassik biskvit tayyorlab olamiz. Tuxumlarni oqini sarig'idan ajratib, oqini chimdim tuz bilan ko'pirtirishni boshlaymiz. Tuz ishqor vazifasini bajarib, tuxumni yaxshi ko'pirishiga sabab bo'ladi. Qatiq pik holatiga kelganda shakar qo'shishni boshlaymiz. 4 dona tuxumga 6 osh qoshiq shakar yetarli. Tuxum sarqlarini qo'shib mikserda aralashtiramiz. Shu joyda tezlikka e'tibor beramiz. Bir xil massa bo'lganda mikserimiz o'z vazifasini yakunlaydi. 4 osh qoshiq unni elab solib, lapatada aralashtiramiz. Biskvitimiz xuddi shunaqa quyuqlik holatida bo'ladi. Gaz listiga olmali nachinkani solib tekislab, ustidan biskvitni solamiz. Pechimiz esa avvaldan qizigan holatda bo'lishi shart. 30 daqiqaga jo'natamiz. Shu joyda taraladigan iforni his qilishingiz uchun siz buni albatta tayyorlab ko'rishingiz kerak. Pishgan go'shtimizni teskarisiga o'girib, issiq holatida rulet qilib o'raymiz. Yana takrorlayman, siz bu ta'm va iforni albatta his qilishingiz kerak. Yoqimli ishtaha.